yana bitta narsani eslatib o'taman. Nimaga aynan Jackni misol uchun bir xil obunachilarimizga so'rashi mumkin. Jack kompaniyasi Volkswagen kompaniyasining subrendi hisoblanadi. Ya'ni Xitoydagi brend hisoblanadi. Bu necha yillardan beri O'zbekiston bozorida o'zini o'rniga ega bo'lib, hamda mijozlarning mehrini qozongan mashinada to'g'ridan-to'g'ri bemalol aytolmayman bu mashinamizni. Qaysi yilda Jack Demos mashinasi bo'limliqlar soni 8+1 B kategoriya bilan buni bemalol haydasa bo'ladi. Bitta narsani eslatib o'taman, bu mashinamizning motori Greenjet motor hisoblanadi. Greenjet motor yaponskiy Toyota bilan hamkorlikda ishlab chiqariladigan motor hisoblanadi. Jack Refine 8 miniveni. Bu mashinamizning endi umumiy anaqasiga keladigan bo'lsak, salon ichki interyerlarda ham ancha anaqasi bor. Bu to'g'risini aytsam, hali O'zbekistonda bu yangilik. Oldi ko'rinish, ya'ni oldi bamper qismlari, облицовкалari ko'rinishida juda ham o'zimizdan ko'cha tilida aytgan derskiy video, derskiy bo'lib chiqqan. Asosan off-road, ovchilar bob mashina hisoblanadi yoki misol uchun boshqa davlatlarga misol chalanadi, sayohatchilar bo'ladi-ku, sayohatchilar bob mashina. Bu juda anaqa narsa bo'lmaydi, bu rezinoviy paketcha hisoblanadi, чтобы zangrab chirib ketmasligi. Aynan bu modellarimizda mashaqqa qilingan, чтобы obunachilarimizga yana ham yaxshi bo'lish maqsadida, misol uchun ko'pchilikni ko'raman, o'zi alohida yonidan xarajat qiladi. Xullas, bu mashinaga faqat shopper kerak bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Assalomu alaykum hurmatli Hamyonbob kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Biz yangi O'zbekiston qoshidagi ko'rgazma uz savdosiga keldik va bu yerda avtomexanik ko'rgazmalar bo'layotgan ekan. Shu ko'rgazmada Jack avtomobillarining ham yangi modellari kelgan ekan. Sizlarga ilinib, shu modellarni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu yerda ya'ni mashinalarimizdan yangi kelganlarda minivan va off-roadga chiqaman deganlar uchun ham motorlari kuchaytirilgan modellari kelingan, shularni bir sizlarga ilinib ko'rsatamiz. Bizga bitta mutaxassisimiz bo'lsalar, assalomu alaykum. Charchamasdan bizda muxlislarimizdan juda ko'plari aynan ov uchun chiqishga off-road mashinalari va hamda oilaviy mashinalar, minivanlarni juda ko'p so'rashadi. Alohida yozib o'tib ketganlar, "Aka, siz kechagina so'ragan edingiz minivanlardan" deb, biz ham mana xudo xolasa bugun shu narsaga harakat qildik. Chiqsa qo'yamiz degan edik. Mana chiqdi. Sizga yangilarni xudo xolasa qo'yib boramiz. Xo'p. Bularimiz yangi modelli kelibdi, Jack T9'imiz bor, kelgan xudo xolasa. Bu mashinamizni asosan off-road, ovchilar bob mashina hisoblanadi yoki misol uchun boshqa davlatlarga misol chalanadi, sayohatchilar bo'ladi-ku, sayohatchilar bob mashina. Bu juda ham. Bu mashinamizning umumiy anaqasiga keladigan bo'lsak, xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, motori 2 litrli turbina motori bo'ladi. Ochiqchi 230 bitta hisoblanadi. 5 o'rindiqli lyuklarigacha bor. Komfortlarini batafsil video davomida ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Aynan off-roadga chiqaman deganlar uchun juda ham yaxshi bular to'rga to'g'ri bo'ladi. Tortishlari 360 kameralarigacha bor, 5 ключевой dostuplar bor. 5 ключевойlar bor va hamda paroklargacha qilib qo'yilgan kojinli salon, elektropaket bor. Perforatsiyali hisoblanadi bu mashinamizda. Perforatsiya qilingan ko'chalari avtomat korobkada. O'rtalarida monitor 900 ga o'xshab chiqarilgan. Mana bu o'rta anaqalari. Salon holati haqiqatda ko'rinishi bor ekan. Start stoplarda, elektro tablo bo'lyapti mashina, multimedia, multifunksionalniy rul, xolodilniklarigacha bor. Va bunda xolodilniklarigacha bor. Bu shuni hozir bu 25 model bo'lyaptimi bu model? 25 model hozir ya'ni kvartaliga hisoblaydigan bo'lsa, eng so'nggi hozir kvartaldan chiqqan modeldan bo'lyapti. Yuklar bor tepada. Qora qilib qo'yilgan ekan tepalar, to'g'ri qilib. Yana bitta e'tibor beradigan tarafi bu yerda shu narsaki, ko'p mashinalarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu bortida mana bunaqa narsa bo'lmaydi. Bu rezinoviy paketcha hisoblanadi, чтобы zangrab chirib ketmasligi. Aynan bu modellarimizda mashaqqa qilingan, чтобы obunachilarimizga yana ham yaxshi bo'lish maqsadida, misol uchun ko'pchilikni ko'raman, o'zi alohida yonidan xarajat qiladi. Xullas, bu mashinaga faqat shopper kerak bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Zavodskiy monitorlar o'zida bo'lganligi uchun, ya'ni orqani ko'rsatuvchi kameralargacha zavodskiy o'zi jihozlangan bo'ldi. Shunaqa. Pick-up so'raladi yo'llaga, mana pick-upni zo'r varianti bo'lyapti. Kimda-kim off-roadga qiziqib, tog'li yo'llarga yo'l tanlamas mashinalardan bittasi bo'lyapti bu mashinamiz. Motor 2 litrli turbo motor bo'lyapti.
Benzin rasxodimizni Benzin rasxodi o'rtacha 10-15 ta atrofida bo'ladi. yurishga bog'liq bu yog'i, shunaqa. mashinaga nagruzka tushmasdan. Propan ham tushadi bunga. Propan ham tushadi. Propanda даже benzindan ham yaxshi yuradi. Ko'p benzinli mashinada. O'shani hisobiga endi Diskali balonli 18 dyumli diskali qo'yilgan, o'zini firmenlik diskalarida turibdi. Bu endi yangi kirib kelgan narsani ko'pidachi haligi narx navo degan narsa aniq tiniq bo'lmaydi. Narx hali narxi oshib chiqmadi. Narxi oshib chiqsa albatta obunachilarimizga e'lon qilamiz, xudo xolisa. Lekin narx chiqadigan bo'lsa, bu mashinadan qiziqib kelib olaman deganlar uchun tayyor bor. Olib chiqib ketishi, ya'ni bir kunda olib chiqib ketsa bo'ladi. Xudo xolisa. Variantlarchi boshqa variantlari agar yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bizni bu mashinamizni misol uchun через bank avtokredit yoki leasing kompaniya bo'lsa, misol uchun aslida konchilik ham oladi bu mashinani. Konchilik uchun ham bu ayni muddao mashinada. Leasing ham chiqartirib beramiz, xudo xolisa. O'zimizga hamkorlik qilgan leasing kompaniyalarimiz ham bor. Yana bitta qulay tarafi, agar JM mashinalariga bo'lsa, trading xizmati ham bizda bor. Endi bunga qarang, sifat kafolati deyilgan ishlab chiqarishiga, ya'ni kafolat servis garantiyasiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda 5 yil yoki 100 ming kilometrgacha ham garantiya bor. 5 yil yoki 100 ming kilometrgacha kafolati bor bu mashinada. Servis xizmatlari, servislardan muammo yo'q, zapchastlardan ham xudo xolisa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu nafaqat O'zbekiston bo'yicha, balki misol uchun boshqa davlatlarda ham bizning servislarimiz bor. Misol uchun agar boshqa davlatga chiqib aylanaman deydiganlar bo'lsa, sayohatchilik bo'ladigan bo'lsa, bundan ham muammo bo'lmaydi servisda. Nechta davlat hozir? Hozir 130 dan ortiq davlatlarda faoliyatimizni olib boryapmiz. Olib borilyapti va o'sha davlatlarda servis xizmatlari bor. Servislar bor, muammo yo'q. Muammo yo'q. Ya'ni sayohatga chiqaman deydigan odamlarga ham mashina qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, lokatsiyani tashlaydigan bo'lsa, o'sha yerga servis xizmatdan borib, joyida qilinadigan bo'lsa, joyida qilib berishadi, bo'lmasa servisga olib borib, qilib berishadi. Xudo xolis. Servis xizmatlarini ko'ryapsizlar, juda ham mukammal yo'lga qo'yilgan ekan. Xo'sh, bu mashinamizga endi oxirgi to'xtamga kelinadigan bo'lsa, endi narxi hali chiqmadi. Yo'q, narxi hali chiqmadi. O'rtacha shu endi hozircha endi men bu o'zim bilasiz, to'g'ri aytib turaman. Endi taxminiy narxi 40 ming yoki undan sal ozgina farq bor. O'rtacha taxminiy narx. Mashina uzunligicha uzun ekan, bu 5 metrdan ham oshib bo'lsa kerak. Men xarakteristikaga ham qaramanmi? Xarakteristikaga qaraydigan bo'lsa, mashinaga xo'sh, ketdi mashina. Yana bitta e'tiborli jihati, bu mashinamizning klirensiga ham ahamiyat berishinglarni so'rayman. Klirenslari ham ancha balangina bu mashinamizda. Unda pnevma bormi yo'qmi? Pnevma podveska yo'q. Pnevma podveska yo'q. O'zicha baland ko'tarilgan ekan. Lekin o'zi podveskalari polniy, misol uchun 4 ta lanaqasi nizavisiy podveska. Lekin haqiqatda boshidan balandligi, men har doim aytaman, 180 o'zim bo'yim, lekin meni bo'yimdan ancha baland bo'lib turibdi. Salon holatlari hammasi Cruise kontrollarigacha bor. Oxirgi hozirgi modellarda chiqilayotgan navorotlarning hammasi bor. Hop, endi bunga bitta qaratamiz. Keyingi mashinamiz bizda Kia Carnival to'g'ridan-to'g'ri raqobatchisi ham bo'lmaydi. Komfort tomonlama ham, narx tomonlama ham ko'mvoradigan mashina. Taqqoslaganda Jack Refine 8 miniveni. Bu mashinamizning endi umumiy anaqasiga keladigan bo'lsak, salon ichki interyerlarda ham ancha anaqasi bor. Bu to'g'risini aytsam, hali O'zbekistonda bu yangilik. Bu mashinamizda misol uchun salonlarni mana bitta ko'rsatib 360 kameralari bor, besprovodniy zaryadkalari bor, ikkita old stenada misol uchun Abduf abagreiflarigacha bor. Tomlarga ham e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Bu yerda lyuklarimiz hamda panoramamiz bor. Panorama ham bor. Panorama tomlarimizgacha bor. Yana bitta e'tiborli jihati, orqa o'rindiqda ketayotgan misol uchun mashina egalariga atamakalari ham bor. Hop. O'shanda bularda massaj ham bo'lyaptimi? Massajlargacha xudo xolos. Massaj bor. Sidinalar полный elektropaket, Abduf abagreif, ya'ni orqa kapitanskiy zilina bo'lyapti. Bunda tepada panoramalari bor. O'tirgan odamga qulaylik tomonlama juda ham har tomonlama qulay. Bu yerda biznesmen olganlarimiz uchun ham ayni muddao deb mashinamiz. Endi to'g'risini aytsam, men bekitib o'tirmayman. Bu mashina hali yangilik bo'lgani uchun hali to'liq bizga xarakteristika berilmagan. O'sha hisobiga boricha ko'rsatib boramiz video davomida, xudo xolasa. Hop. Bunda shunda eshiklar elektronik bo'ladi? Elektronik bo'ladi. Eshiklar ham mana elektronik bo'ladi, ochilishi, yopilishlari.
oilaga eng oxirgi zamonaviy uslubda va navorotlari, ya'ni komfortlari eng oxirgi hozirgi zamonaviy uslubda ishlab chiqarilgan. Bunda xaladinlik bormi bunda? Yo'q, bunda ham xudo xolisi bo'lishi kerak xaladinliklar. Tag'ana mana ko'ramiz. Bu hozir ko'rgazmaga qo'yilgan mashina. Barida xaladinlik yo'q ekan. Hop, orqa tomonda telefonlarni quvvatlash uchun chiqarilgan kodlar va podstakanchiklari bo'lyapti bu yerda. Atamanka bor mashinada eshik yopilganda o'tirgan odamga qulaylik tomonini, mana ko'rasizlar qulaylik tomonini. Har tomondan qulayliklari juda ham ichkarida. Mana bu ikkita o'rta eshik oynalari ham anaqa chiqadi. Endi albatta o'z o'rnida obunachilarimizdan uzr so'rab qolaman. Xarakteristika bo'yicha hali to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganligimiz uchun. Tag'in xudo xolisa yana ham hamkorligimiz davom etaveradi xudo xolisa. Keyingi videolarimizda ham batafsil yoritib boramiz bu mashinamiz to'g'risida. Bunda motor qanaqa? Bu mashinamizning motoriga keladigan bo'lsa, hozir mana bu yozilgan xarakteristikasi. Pro 5 motor ekan. Pro 5 motor. GTI motor. Bunga bemalol propan qo'ysa bo'ladi. Endi umumiy bundoq tashqaridan qaraganingizda benzin mashinasiga ham o'xshashib ketadi. Haligi Zikr 09 bor o'shanga o'xshaydi. 09 benzin mashinalariga o'xshashib ketadi. Oldi ko'rinish, ya'ni oldi bamper qismlari, облицовкалari ko'rinishida juda ham o'zimizdan ko'cha tilida aytgan derskiy bo'lib chiqqan. Va bu mashinaning tashqi ko'rinishi juda qimmat mashinani. Bir 80-100 ming atrofida mashinalarni videoni berib qo'yadi. Salonlar holati ham shunaqa ko'rsatib turibdi. Bunda ham narx hali menimcha narxi hali chiqmagan. Buni taxminiy narxi xuddi shu mana Jackda 9dagi 40 ming plus minus atrofida bo'lishi mumkin. Biznesmen akalarga va oilaviyga, ota-onalar o'tkazib maza qilib yuraman deganlarga zo'r maslahatimiz bizani bularda ham 5 yil va 100 minggacha bo'ladi. 100 ming berishga kafolatlari bor, servis xizmatlari bor. Narx aniq chiqqanda aytamiz, bizcha shu yerda biz hozir ko'rgazmaga kelganmiz-da, ko'rgazmadamizda bu mashina xarid uchun qatga kimga murojaat qilinadi? Nomerlarimizni nomer ko'rsatamiz. Sizlarni o'z joyingizda lokatsiyamizga keladigan bo'lsa, Bektemir hokimiyatining shunday ro'parasida, endi ko'pchilik biladi, Qo'li bozordan o'ngga yurganda Chirchuni mosti bor. Chirchuni mostidan tushganingizda endi jaydaricha tushuntirib o'taman. Svetoforda chap qo'lingizga anaqa keladi, zapravka keladi. Zapravka shunday bu xonada joylashganmiz. Ta'na lokatsiyani o'zingizga tashlab beramiz. Nomerlarni ko'rsatib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qilib lokatsiya deb yozib yuboradigan bo'lsangiz ham lokatsiyani aniq-tiniq sizlarga ko'rsatib beramiz. Endi bizda mana aniq xarakteristika hamma ma'lumotini bilaman bu mashinamizni. Bu necha yillardan beri O'zbekiston bozorida o'zini o'rniga ega bo'lib, hamda mijozlarning mehrini qozongan mashinada to'g'ridan-to'g'ri bemalol ayta olaman bu mashinamizni. Qarshida Jack M3 mashinasi. Avtomobilimiz haqida to'liq xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, bu mashinamizning motori 1.8 litrli atmosferli motor hisoblanadi. Ham sepli motor. Eng anaqa tarafi misol uchun remeli emas, sepli motor hisoblanadi bu mashinamiz. Jaydari o'zimizdan tilda aytganda jaydari. Kuchiga keladigan bo'lsa, 134 ta ot kuchiga ega. Bu oilaviyga yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan akalarimizga, katta oilalarga bu ayni muddao. Misol uchun hozirgi kunda liniyalarga ham juda ham talab kuchli bu mashinada. Jack M3 milliy mashinamizda bor. O'rindiqlar soni qanaqa? O'rindiqlar soni 8+1 B kategoriya bilan buni bemalol haydasa bo'ladi. Mana ichki interyerlarni bitta ko'rsatib beramiz. Interyerlariga keladigan bo'lsak, obshivkalarni ko'rishingiz mumkin. Ikkita oldi oynasi elektronik bo'ladi. Bu yerda sentr zamoklari bor. Ikkita bokovoy oyna regulirovka elektronik bu yerda mes reflektorlarigacha qo'yib qo'yilgan. Burlari gidroushyonli. O'rtalarida Android monitorlari bor. Climate control 90. Oldida ham orqasiga ham amal qiladi.
ABS sistemasi, konteyner hamma narsalari bor bu mashinamizda. Kuzovlari achitonli hisoblanadi. 5 talik mexanika korobka bo'lgani bilan endi bu odamlar so'rashadi, misol uchun avtomati bormi? Lekin men o'zim shaxsan bu mashinani Perigon haydab yurganman. Dalni yo'lga yurganda ham charchatmaydi. Endi benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizdan apkatkadan chiqarganingizdan keyin o'rtacha 7-8 taga tushadi. Benzin tanlamaydi. Metan propan ketadi. Pustoy holatiga men o'zim shaxsan bu mashinaning benzin rasxodini pustoy holatiga 4 litrga tushirganman. 80 benzinda. Lekin. Hop bularda qarang, nomodod sizlar o'zingizlarda buni kafolati buzilmagan holatda gaz qo'ydirish o'zimizdan hamkorlik ishlaydigan gaz servislarimiz bor. Yana bitta e'tiborli tarafi podveskasiga keladigan bo'lsa, oldi prujinali bo'ladi, orqasi resor bo'ladi. Orqa resorda bor. Misol uchun bir xil akalarimiz bor. Men oilamni ham ortaman, ham yukam ortaman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, men o'zim bu mashinaga 2,5 tonna yuk ortib, 140-160 tezlikdan umuman tushirmasdan haydagaman. Bir marta ham misol uchun uyaltirib qo'ymagan bu mashina. Ko'p minivan mashinalarimizning orqasida sidena juda ham taqalib qoladi-da, joy qolmaydi. Adashmasam bunda joy bor. Bagaj ham bor bunda. Bagajlarni ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsa, bu mashinamizda orqa kameralari bor. Pastlarga kiradigan bo'lsa, bu turli parktroniklarimiz ham bor. Endi Hamyonbop kanalidan chiqamiz, G'ulom aka xudo xolasa mana maslahat berdilar. Deydigan akalarimiz yoki mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, chiroyli xudo xolasa bonuslarni ham beramiz. Bonuslar bor. Faqat Hamyonbop kanalidan chiqamiz. Endi hozirgi kun kelgandachi, narxi aniq tiniq qo'yilganda ham bozor iqtisodiyoti bo'lib qoldi ko'p joyda. Sizlarda ham avtosalonga kelganda gaplashganda ozgina bunday talashib tortishadigan joyi bormi? Xayri barakasiga o'tib beradigan joylar. Talashadigan joyi yo'q. To'g'risini aytaman. Ko'rsatilgan narxi u. Narxni olibsida bitta operasionniy narx bo'ladi. Chunki o'ziga yarasha anaqalari bor. Endi hamma anaqalari bilan bu mashinamizning tan narxi 215 million 460 ming so'm hozirgi kunda bo'lib turibdi. Buni misol uchun boshlangiz 30% to'lov bilan ham bemalol nomliga olib chiqib ketsa bo'ladi. Banklarini ham xudo xolasa o'zimiz hal qilib beramiz qo'ldan kelgancha yoki kattaroq ob'yom olaman lizing kompaniya bilan shartnomalar bormi deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, lizing kompaniya bilan xudo xolasa 100% qilib ishonchli lizing. Endi hamma lizing kompaniyalarga ham ishonch bor deb aytolmayman, chunki o'zingizdan bilasiz, lizingga olgandan keyin mashina sizning nomingizda emas, firma nomida bo'ladi. Bu ertaga xudo biladi. Misol uchun ko'p lizing firmalarga ahamiyat beraman. 3 yil yoki 5 yil ishliklik firmani shunday bankrotdan qo'yib qoladi, mashina olgan odam kuyib qoladi. Chunki tortib oladi. Shu tomondan o'zi aynan shu tomondan xalqimizda cho'chiydi, qo'rqishadi. Aynan shu tomondan. Lekin sizlarda xudo xolasa ishonchli joylari bor, hamkorlikda qo'yadi. Agar banklarini lizing kompaniya o'zini topaman desa ham, misol uchun biz shartnomaligini yuboramiz, o'ziga chiqarib olib, bu yerdan keyin xudo xolasa mashinani xarid qilib ketsa bo'ladi. Xo'sh. Uzoq yo'llarga yuraman deganlar uchun, tog'larga chiqaman deganlar uchun ham ichida bemalol 8 ta odam o'tirib, undan tashqari mana bagaj ham ko'rdinglar, bagaj ham bor. Xarajatlarni bemalol bagajga qo'yib olib ketsa bo'ladi. Ichki interyeriga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda mana boya aytib o'tganimdek, orqa misol uchun passajirligi deflektorlari chiqqan, obshivkalariga keladigan bo'lsak, pastakaniklargacha bor. Pastakanik hamda USB portlarigacha bor. Misol uchun yo'lda ketayotgancha bemalol mashinani telefoningizni zaryadlab ketsangiz bo'ladi. O'shanda bunda hozir 912 klimat kontrol bo'lyapti, ya'ni orqaga isitish, sovutish tizimi uchun alohida yo'l chiqariladi. Podveskalari ham yumshoq bu mashinamizda. Misol uchun kelishsa xudo xolasa Hamyonbop kanali obunachilariga tez drive'larni xudo xolasa organizatsiya qilib beramiz o'zimiz. Bu o'rindiqda faqat shu 8 talik qo'shiladiganlari ham bormi bunda? Yo'q. Faqat qo'shib oladigan bo'lsa, u o'ziga misol uchun yo'l yo'rig'ini qilib, misol uchun 10 bittalik qolsa bo'ladi. Chunki joy bor ekan-da, bitta ya'ni ikkita odamga o'tkazadigan desa, joy bor ekan, ya'ni yetar ekan. Endi bizda o'zbekchilikda bo'ladi-ku, ko'pchilik biladi. Taburetgacha qo'yib olishadi, yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa qo'yib olib, bemalol ketsa bo'ladi. Raskladушкali anaqa sidena qo'yishadi, yig'iladiganlik. Bu mashinalarimiz hozir наличиеda sotuvda bor. наличиеda xohlagan kolleksiyada bor. Bu mashinani o'zi asosan 2 xil pozitsiyasi bor. Komfort hamda lyuks komplektatsiyasi bor. Komfort komplektatsiyasida ozgina narxida farqi bor. Komfortda farqi bor. Misol uchun o'rta smartfoni oddiy bo'ladi. Bunda Android monitor, bemalol misol uchun Google Play'lari bor, YouTube'larigacha bor. O'shani bu hozir komfortda. Bu lyuks variant. Bu lyuks variant. Komfort variantda oddiy smartfon bo'ladi. Oddiy o'zimizning jaydari til bilan aytganda qo'qon diskida bo'ladi, kompakli bo'ladi. Narx qo'shimcha ma'lumotlar bo'yicha bemalol telefon qilsa, xudo xolasa ma'lumotlarni berib olamiz. Hozir bundan boshqalar ham yana bormi avtosalonda? Jack motorlarimiz bor. Buni xudo xolasa keyingi videolarimizda albatta ko'rsatib boramiz obunachilarimizga. Bundan ham sal 50 roq. Shu. Qulaylik tomondan, minivan so'ragan narx tomondan ham Hamyonbop narxlarda bo'lyapti.
Kanalbob. Kanalbob, hamyonbop narxlarda bo'lyapti. Qulayliklari, mashinani motorini, ya'ni atmosferniylik. Bizning o'zimizdan O'zbekistonda juda ham ko'pchilik atmosferniy motor xohlashadi. Chunki bizning benzinimizni, nima deydi, yoqilg'ini, xarajatini hamma narsasini hisoblab chiqib, atmosferniyni juda ham yaxshi ko'rsatadi. Aynan sizlar so'ragan atmosferniy motor bo'lyapti. Mana benzin tanlamaydi. Metan, propan bemalol qo'ysa bo'ladi. Buni oldin bitta ochib ko'rsak bo'ladimi? Ha, bemalol. Hozir ochib beraman. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Bu mashinamizning ranglariga keladigan bo'lsak, aynan 3 xil rangi bor. Oqi bor, qorasi bor, hamda metallika rangidan bor. Oqidan haydayman deganlar uchun bemalol oq ranglari ham bor ekan mashinani. Farali ham lupali bo'lyapti. Hozirgi zamonaviyda. Tunnel datchiklarigacha bor. Misol uchun so'kish eshitmaydi akalarimiz. Tunnelga qorong'iga kiriladigan shomdan keyin bo'lgan paytlarda to'g'ridan-to'g'ri o'zi yonaveradi va yorug'ga chiqsa. Mana motorlarni ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Bu mashinamizning motori Greenjit motor hisoblanadi. Greenjit motor yaponskiy Toyota bilan hamkorlikda ishlab chiqariladigan motor hisoblanadi. Sirli motor. ABS'larni misol uchun hamma arqalarni o'zingizga ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa yaltirib qo'ying. 1.8 atmosferniy motor bo'lyapti. Bizda chunki endi 1.8 motori xalqimizni 2005-yildan shu Lacetti modeldan chiqqan bo'lsa juda ham yaxshi ko'rib haydashgan. Aynan 1.8 motori kuch quvvatidan ham undan tashqari ekonomika tomonidan ham juda yaxshi ko'rib haydashgan. Hozir bunga ham o'rtacha taxminan metan qo'yib men yuraman degan okalarga ham bo'ladigan bo'lsa, 80 talik metan qo'yiladigan bo'lsa, o'rtacha hisobda 200 kilometr yurib beradi. Bu shahar ichida yurib berishi. Yana aniq-tiniqni o'zingizlar shu gaz qo'yadigan odamlardan bilib olsangiz bo'ladi. Eng yaxshi tomoni gaz qo'ydiradigan bo'lsa, o'zingizlar bilan birga shampan asosida ishlaydigan ustalar bor. Ularga yetiriladigan bo'lsa, kafolatlari buzilmagan holatda, ya'ni 5 yil yoki 100 ming kilometrgacha kafolati saqlanib qolgan holatda bemalol o'zligidan gaz oling, propan oling, metan o'rnatib chiqsanglar bo'ladi. Ustunlik tomonlari, yaxshilik tomonlaridan hamma tomondan aytib o'tdik. Biz endi bu yerga kelishimiz o'zi ko'rgazma bo'lib kelingan, lekin aniq-tiniq ma'lumot o'zimiz bu yerda turgan mashinalardan, lekin alohida shu minivin so'ragan akalarimiz uchun salonda yana bor ekan, boshqa M4'lari, boshqa nimalari bor, ularni ham borib hammasidan ko'rsatib beramiz. Jakti 8 avtomobili. Bu mashinamizning ham motori 2 litrli bo'ladi. 2 litrli turbina motor hisoblanadi bu mashinamizda. E'tiborli tarafi bu mashinamizda 6 kuchli 191 ta 6 kuchga ega hisoblanadi. Xuddi misol uchun T9 sal budjetliroq variantini xarid qilaman, mexanika yoqadi. Endi mexanikani baribir o'zini odamlari bor-da. Misol uchun shaxsan o'zimga mexanika yoqadi. Mexanika varianti hisoblanadi bu mashinamizda. Hozirgi T9 bilan buni farqida, narxida ham farqi bor, komplektatsiyasida ham farqi bor. Bizda farqi bor. Aynan mexanikani so'raganlar uchun ko'proq yosh kattaroq odamlarga men o'zim bozorda ham yurganda, obzorlarda ko'raman. O'zimga ham murojaatga chiqishganda odamlarga olib bermoqchi edim men. Shu Toyota Camry'dagi ko'pchilik so'raydi, Toyota Camry'da aka mexanikasi bo'lsa, qo'yasiz, ko'ryapsiz, ko'p avtomat ko'ryapsiz, mexanika deyshadi. Aynan shunaqa mexanikaga qiziqadigan aka-ukalarimizdagi mana mexanika korobkada chiqqani bo'lyapti. Yana bitta narsani eslatib o'taman, nimaga aynan Jackni misol uchun bir xil obunachilarimiz so'rashi mumkin. Jack kompaniyasi Volkswagen kompaniyasining subrendi hisoblanadi. Ya'ni Xitoydagi brend hisoblanadi. Volkswagen Germaniyada ishlab chiqariluvchi Germaniya zavodi Volkswagen bilan hamkorlikda. Shunaqa. Hamkorlikda ishlanadi. Bu mashinamizdan ham mana misol uchun ichki interyerlarni ham hozir nima bo'lganligi uchun, mexanika bo'lgani uchun buni raskatda bor, 4 tali tortadi. 4 ta balon tortadi. Korobkasi ham 6 tali bu mashinamizda. Jack o'zini filmni diskalada, VT diskalada turibdi. Balonlari ham yaxshi balonlar taqilgan bu mashinaga hisobini oladi, hammasiga yurish turishlari. Yana e'tiborli tarafi bu mashinamizning ham borti xuddi boyiga T9 ga o'xshab mamlakat rezinoviy pokritiya qilingan, zangrab chirmasligi uchun. Mana bu qo'shimcha misol uchun bagajlarni mana bu yopib olaman deyshadi odamlar. Unaqalarga ham xudo xolisa qo'ldan kelgancha yechimlar qilib beramiz. Bu o'zi ko'p mashinalarda bo'ladi, bunda bormi? Ham bor. Buni ham qilsa bo'ladi. Xudo xolisa. Endi bizda hozirgi paytda o'zimizdan O'zbekistonda ko'pchilik hozir aytganlaridek, mana shu joylariga o'zligi yondan xarajat qilib
ya'ni bu Gravitex deyishadi, mashinani tagida parogiga sepiladigan chirmasligiga qarshi. Xuddi shu narsalardan o'zligi olib, salondan olinganda bu narsalar bo'lmayapti-da. Ko'p mashinalarda, mana shunaqa pikaplarda yondan xarajat qilib o'zligi sepishyapti shunaqa narsalarni. Ya'ni chirmasligi, gullamasligini oldini olish uchun. Yana bitta e'tiborli tarafi, misol uchun mana pikniklarga chiqasiz. Pikniklarga chiqasiz, misol uchun mana buni o'zi ham piknik qilsangiz bo'ladi, misol uchun. Nima deydi? Qo'pol qilib aytganda kapot basmi. Mana shu anaqasi eshigini o'zi 150 kilo, 200 kilogacha yuk ko'taradi mashina o'zi. Shinavanda okalarga, Shinavanda okalarga bemalol joyi qilib olib, hozir men o'tirsam ko'taradimi bu? Ha, o'tiring, bemalol. Pastda bitta oyoqni yerdan uzamiz, oyoq yerdan uzildi. Gap o'chib kelamas. Men o'zim 100 kiloman. Bilamizda. Hozir eshiklar bemalol. Hop, Gelikasiga o'xshaydi, ya'ni eshiklar. haqiqatda yopilishlari kuch ishlatmasdan bemalol yopiladi. Interyerga ham bitta o'tamiz. Mashinamizning interyer qismiga keladigan bo'lsak, interyerlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bizda apsifkamiz 4 ta elektronli, sentr zamoklari bor, bu yerda oyna blokirovkasi bor, mana bitta far regulirovka bor, kruz kontrollargacha bor, mexanika korobka bo'lishiga qaramasdan. Bort kompyuter ham bor. O'rtada bor. Tabloni o'rtasida monitorlargacha. Xullas, nima komfort bo'ladigan bo'lsa bu mashina, lekin bitta anaqasi lyuki yo'q bu mashinamizda. Lyuki yo'q. Akustikalari ham juda ham yaxshi. Shunga qilib o'tirishingiz ham shart emas bu mashina. Bez ключевойlar hamma narsa bor mashinada. Xo'sh, salon holatlari baribir hozirgi modellariga, oxirgi modellarning salonlarida o'tirganda insonni qaraganda qarshi olinishi juda ham chiroyli edi. Bu narsa hozir qarang, bunda 4 tali torchga raskatga nimadan qatdan qo'shiladi bu? Mana knopkalari bor. Ha, u bu yoqda bor, ha. Knopkalari bor. Bo'ldi, mana turganiga men oldi alohida bor. alohida chiqarilganiga salonlar ham tepaligi o'tirgan odamni, ya'ni balandligi tomonidan juda ham yaxshi ekan. Endi ana o'tirib ko'raylik. Har doim o'zimiz maqtab qo'yaman. Aynan siz mashina deb G'ulomjon aka. Har doim o'zim maqtab qo'yaman deb o'tirganimda mana tepada yana ancha joy qo'yapti. Ha, o'tirgan odam shofir hozirgina orqaga tushirib qo'ygan taqdirda ham mana men o'tirishim keyingina bemalol o'tiribman. Va ham bunda sidinani orqa sidinada men bilaman-da, men spenka deyiladi. Shu spenkada o'tirganda odam bemalol sabundan orqaga qarab ketar ekan. Ko'p mashinalarda aynan pikaplarda 5 kishiliklarida mana shu sidinamiz orqa spenkasi ikki holatda bo'lib qoladi. O'tirgan odamni beli olib qoladi. Bu tomondan ham qulaylangan. Taburetka ketayotganga o'xshaydi. Xo'p, endi buni narx-navolari qanaqa? Bu mashinamizning eski narxi 33 mingdan 35 minggacha. Hozir xudo xolasi bu mashinamizga misol uchun katta skidka e'lon qilganmiz. Taxminiy narxi buni ham aniq price chiqmagan. Taxminiy narxi 29 ming atrofida bo'ladi. 29 ming atrofida. 4 ming 5 ming raysi qo'ydi eski narxidan. Xudo xolasi kelishsa, sizga xalq beramiz. Xo'p, mana motorni ham ochish temperaturasi, motorni ham ko'rib ketamiz. Motorlarni ham ko'rishingiz mumkin. 2 litrli turbina motor. Litrli turbo motor bo'lyapti. Bu mashinamizda ham zapchastlarida hech qanaqa umuman muammosi yo'q. Garantiya shu 5 yil 200 ming kilometrgacha servis kafolati bor. Hozir motor ishlab turibdi, eshitayotgan bo'lsangiz, biz o'zimizlarcha aytardik, soat deydi. Yangi mashina soat bo'lib ishlab turibdi. ABSda hamma narsa bor mashinada. Xo'sh, bunda gidrolika mana bor ekan. Gidrolikalargacha hamma narsa bor mashinada. Xo'sh. Offroad ovulaga chiqib yo'l tanlamas mashinalardan menga keladiganlarga, xohlaganlarga mexanika korobka kerak bo'ladigan bo'lsa, T8 pikap mashinamiz menga avtomat korobka deydiganlarga, boya birinchini qo'yganimizda T9 avtomat korobkalar va hamda miniven so'raganlarga menda BS yo'q, B kategoriyani o'zi bilan boshqaraman deganlar uchun Plus 8 miniven mashinalarimiz bor. Endi naryodigini hali narxi aniq chiqmagan ekan. Shuning uchun
kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini ko'rsatamiz. Telefonda xabar olib turadigan bo'lsanglar, narxlari chiqishi bilan hali yoki uzr gapingizni bo'ldim, yoki kommentariyaga yozib qo'yaman, narxni ochsa, zakripib chiqib qo'ysangiz bo'ldi. Buni xohlasangiz bunaqa ham o'zi bo'ladi. Narx-navolar chiqishi bilan narx-navolarni chiqarib qo'yadi. Lokatsiyalarimiz, telefon nomerimiz pastda qo'yiladi. Biz videoni buni davom ettiramiz. Davom ettiramiz deganda qanaqa? Bu videoni bitta yakunlaymiz-da. Avtosalonda yana xalq bor, ommabop ko'pchilik so'ragan minivellidan ertadan borib chiqarib sizlarga alohida bitta video qilib ko'rsatib beramiz. Nima deymiz? Alloh hammamizga nasib qilsin. Avtosalonlarga, bozorlarga borib, yaxshi mashinalarni olib, yaxshi uy-joylarni olib, ota-onalarni o'tkazib borib duoligini oldirishni Alloh hammaga nasib qilsin. Aynan Jack kompaniyamiz bizda ish faoliyatini boshlaganiga hozir ancha bo'ldi. Ko'cha-ko'yda yurganimizda chorrahalarda to'xtagan paytimizda ham yonimizda Jack mashinalar juda ko'p yuradi. Men endi nima deydi? Gastiniца sayohat Maxim Gorkiy shu tomonlarda yuradigan bo'lsam, Jackga aynan nima deydi? Mikroavtobus, mikroavtobuslarida liniyaga qo'yilgan. Tur firmalar ko'p anaqa juda ham ko'p o'zimiz tushadi shu narsaga. 5 yil yoki bo'lmasam 100 ming kilometrgacha kafolatlangan mashinalar tavsiya qilamiz. Qo'ng'iroq qilinglar, o'zingizga kerak qiziq ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol suhbat qilib va variantlariga ham o'zingizlar aniq-tiniq bilib olsanglar bo'ladi. Obzorlarimizda ham qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta obunachilarimizdan uzr so'raymiz. Kamchiliklar ustida albatta ishlaymiz, Xudo xolasa. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Hamyonbop kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Qaninglar sog' bo'lsin, like-ingizdan chiqmasin. Biz sizlar uchun yangilik va yengillikdan to'xtamaymiz.